Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Ahror Soliyev. Navbatdagi playlistimizga xush kelibsiz. Bir nechta darslar davomida biz Firebase texnologiyasini o'rganamiz va undagi ko'plab imkoniyatlarni ishlatib ko'ramiz. Buning uchun siz albatta YouTube kanalimdagi ushbu Context API hamda React darslarini ko'rgan bo'lishingiz kerak va keling endi sizni bu playlistda, ya'ni yangi playlistimizda nimalarni o'rganishingizni ko'rib o'tamiz. Ushbu loyihamiz siz bilan birgalikda bir nechta darslar davomida bajaradigan loyihamiz hisoblanadi va ko'rib turganingizdek bunda ro'yxatdan o'tish hamda saytga qaytadan login qilib kirish imkoniyatlari mavjud. Bu onlayn tarzda ishlaydi, ya'ni siz lokal holatda emas, boshqa odamlarga ushbu linkni bergan holatda ishlatib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun bu yerda keling, men registratsiya qilib ko'raman. Test 2025, bu yerda ham test 2025 va passwordga biz ixtiyoriy birorta bir password kiritib ko'ramiz. 123 Bu yerda esa albatta Gmail kiritilgan bo'lishi kerak, chunki bu yerda email so'rayapti va sign up va ro'yxatdan o'tganimizda ko'rib turganingizdek biz loyihaga kirdik. Bu bizni kichik bir kalkulyatorimiz hisoblanadi, ya'ni rasxodlarimizni hisoblovchi. Siz biror narsa sotib oladigan bo'lsangiz, misol uchun yangi TV sotib oldingiz va uni aytaylik $200 deb belgiladingiz va add. E'tibor bersangiz, bu yerda televizor $200 ushbu sanada sotib olindi va siz albatta bu rasxodni edit qilishingiz ham mumkin. Edit qilganimizda bu yerda model ochiladi va siz buni $250 ga aytaylik iPhone ga almashtirasiz. Endi iPhone $1250 bo'lsin. Hop va change. E'tibor bersangiz, bu yerda edited bo'ldi, ya'ni o'zgardi va o'zgargan vaqti hamda bu yerdagi narx hamda yozuv o'zgargan. Va albatta o'chirib yuborishingiz ham mumkin. O'chirib yuborganimizda bu yerda hech qanday tranzaksiya, ya'ni yangi rasxod yo'q va yangi rasxod qo'shgin deyapti. Addni bosadigan bo'lsangiz, bu yerda bizda prompt chiqadi, ya'ni iltimos mana bu yerlarni to'ldir degan. Va albatta biz logout qilishimiz yoki bo'lmasa bu yerda akkaunt bo'lmasa qaytadan aynan o'sha parol loginlarimizni terib kirishimiz mumkin. E'tibor bersangiz, biz yana saytimizga kirdik va bu yerda welcome back yozuvi chiqdi. Endi biz yana logout qilib, bu yerdan yangi akkauntga kiradigan bo'lsak, misol uchun yana o'sha email bilan kirib ko'rishga harakat qilaman. Test 2025 va parol. Endi mana shu email qayta ishlatilingan va bizga bu email allaqachon ishlatilingan deb Firebase xatolik chiqarmoqda. Xo'sh, biz qaytadan bitta emaildan foydalana olmas ekanmiz. Bu yaxshi. Login qilganimizdan so'ng keling bu yerga TV deb qidiram, yangi mahsulot qo'shaman. Qo'shdim, logout qildim va endi yangi ro'yxatdan o'tib ko'raman, ya'ni test 2026 deb misol uchun. Va bu yerda 26 qo'yamiz. Bu yerga esa sign up. Ana endi e'tibor bersangiz, bu yerda hech qanday tranzaksiya yo'q, sababi biz boshqa akkauntdan kirdik va oldingi akkauntimizning ma'lumotlari, ya'ni boshqa userning ma'lumotlari bizga ko'rinmaydi. Va bu aynan mana shu ko'rinishda ishlaydi. Barchasini backend bilan ulangan. Biz Firebase dan foydalanamiz dedik va Firebase ga kiramiz. Bu yerdan biz mana bu test loyiha, ya'ni darslar davomida o'rganish jarayonida bundan foydalanamiz va darsni boshlaganimizdan so'ng, ya'ni amaliyotni boshlaganimizdan so'ng mana bu yerga kiramiz. Va bizda Firebase database bor. Mana shu yerga kiradigan bo'lsak, bizni mana hozirgina qo'shgan ma'lumotlarimiz. Bu background image'imiz. Va authentication bo'limiga o'tadigan bo'lsam, bu yerda mana hozirgi ikkita userni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan biz userlarni disable yoki o'chirib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Va bu amaliyotni yana qaytaraman. Ushbu YouTube kanalimdagi mana bu va mana bu darslarni ko'rgan bo'lishingiz kerak va albatta obuna bo'lib qo'ying. Har bir dars tagiga kommentariy yozib qo'ysangiz xursand bo'laman. Barcha kodlarni esa mana shu linkdan topishingiz mumkin. Buni men har bitta video ostida qoldirgan bo'laman. Bemalol kirib, bu yerga dars raqamini yozasiz. Aytaylik siz 12-darsga kelgan bo'lsangiz, shunchaki 12 deysiz va kirasiz. Bu yerdagi papkaga kirsangiz, bir qancha kodlarni ko'rishingiz mumkin va shularning ichiga kirib bemalol qayerda muammo bo'lsa ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, loyihamiz to'liq authentication, logout va loginga asoslangan ma'lumotlar bazasiga ulangan bo'ladi. Siz ham buni bemalol bajarib ko'rib, ancha murakkabroq bundan ko'ra loyihalar yasashingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Sizga omad. Darslarni ko'rishda charchamang. Keyingi darslarda ko'rishganda ko'rishguncha.